شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun tafsirimizdagi 40-oyatda, ya'ni Sura Baqaraning 40-oyatiga keldik. Ya'ni Allah subhanahu va taolaninki ya bani Isroil zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum va iyaya farhabun degan oyatga keldik. Yani bugünkü dersimiz Bani İsrail hakkında, Bani İsrail'e verilgen nimetlerini esletiş hakkında buludu. İlgirki mezmunlar olan boğan münasebetini bir eslep ötsek, biz ilgirki ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala insanın yaratılışı ve zemindeki üstüge aradıgan hizmeti mecburiyeti hakkında sözlep, insanın zeminde kıldıgan hizmetiga en çok tusalga bulunduğun düşmanınınki iblis. Hatta bu cennetteki Adem Aleyhisselam'ınki tecrübi hayat edilen insana boğan düşmanlıkını aşkarlap Adem Aleyhisselam şu sebeplik günaha düşüp Allah'ın fazl merhametiyle o günahını tövbe kılıp anlakin zamanga özünün vazifesini ada kılış üçün düşkənlikki haqqidagi mazmunlar tilga ilinib, davom qilib kelayotgan. Yani bizga yaratilish masalasi, insonning yaratilish asli muddao maqsad, lekin insonning zamindagi yashash, vazifa ijro qilish xarakteri bu ahvollardagi insonga eng cho'ng düşmanlık qiladigan iblis, inson jindan bo'lgan shaytonlarninki hamroh bo'lganligi haqidagi mazmunlarni bilib bo'lgandan keyin shu Adem Aleyhisselamdan tortib ta bizning davrimizgacha, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrigacha bo'lgan musoflarning hammasi bizga shu xil ideyani ifodalab turadigan qadam bir ulgulik, bir misol shakldagi bir vaqtlar hisoblanadi. Endi Qur'oni Karim Peygamberler en köp kelgen, insanları en naçarlık kılgan bir devir Bani İsrail'nin devri olacakka. Bu kişilerin Kur'an-ı Kerim'de köp tılgaldı. Ondan başka mı Adem Aleyhisselam'dan ta Peygamber kelgüçe bizge davamlıq o milletinin, bu milletinin, yak o bu rayondaki kişilerin ki muşu yolda Məniş jarayonidagi ba'zi bir o'rnak tecrübelerini bizga davomli Qur'onda qisqa shaklda so'zlab beradi. Bugungi darsimiz shu xildagi bizga o'rnak shakldagi so'zlab beriladigan qissalarning birisi, ya'ni Bani Isroilning qissasi. Allah bu qissani Bani Isroilga qilgan xitob bilan boshladi. Xitob bilan boshlab Bani Isroilga berilgan ne'matlar va ularning bu ne'matlarga qilgan tuzkorligi. Aslında ular Allah'a bergen ahdiske, va'diske bu yolunu tanladı mı? Biz ilgili derslerimizde bu yol bir ahd dedik, bir va'da dedik. Bani İsrail şu va'diga amal qilsa, Allah'ın ularga bergen va'disiga amal qildiganligi haqidagi eskartma shakldagi mazmun. Ya'ni ey Bani İsrail, men sizlarga bergen ne'matlarimni aslanglar. Sizlar va'damda turinglar. Men sizlarga bergan va'damda turman. Yani sizlar menga bergan va'dangda turinglar. Men sizlarga bergan va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar degan shaklda keldi. Abdurrahimahulloh oyatni izohlab tafsir qilib mana deydi. بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بآدم. Allah subhanahu wa ta'ala bizga yaratılışını, insanın yaratılış kıssasını bayan qilib
Bu qıssaның Adem Aleyhisselam bilan qanday boshlanganligini bayon qildi. İblisning odamga o'chmanligi va o'chmanlikning sababini bayon qilib bo'lgandan keyin endi bizga mushu jannatlarning birida mushu iymon yo'lininki tunji tajribasini bayon qilib berdi. Adem Aleyhisselam jannatda bir mezgil yashash holatida bo'ldi. Bu yashash Adem Aleyhisselamning zamonga tushgandan keyingi vazifasining dastlabki sinoq mezgili edi. Buni Alloh bizga bayon qildi. Adem Aleyhisselam'nınki qanday qilib tajribaga kelganligi, tajriba qilinganligi, yani tajriba hayotini qanday olib o'tkazganligi, shaytonning Adem Aleyhisselamni oz do'g'anligi, Adem Aleyhisselamning gunoh ma'siyatga tushib qolganligi, bularni bizga Alloh subhanahu va taolo bayon qilib berdi. Ondan keyin Adem Aleyhisselamning ziminga Allohning yo'li, islom, iymon yo'li bilan qurollanib, jinoyatda haddidan eshib ketishdan tavba bilan qo'g'dalgan holda zamonga tushib, zamindagi vazifasini boshlaganligini, zamindagi vazifasining boshlanganligini Alloh subhanahu va taolo bizga ilgirgi darslarda bayon qilib berdi. Bu ilgirgi darslarning xulosasi. Alloh subhanahu va taolo endi bizga risolat karvonlarini to'g'rilamoqchi bo'ldi bu yerda. Chunki insonning vazifasini bildik zamindagi. Bu vazifaga qarshi insonning dushmanini ham bildik. Endi şu düşman bilen, yani iblis bilen, imanninki, küfür bilen imanның oturdu bo'lgan janglarning ko'rinishlaridan bir ko'rinish. Yani asmandan tushgan insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash risolati, yani payg'ambarlik vazifasi. Va buningga qarshi to'plulik bir jamiyat, buningdagi iblisning o'ynagan o'yinlari va insonlarning iblisning keyniga kirib azgan ko'rinishlari payg'ambarlarning bularni haq yo'lga, qutulish yo'liga chaqirganlik ko'rinishlardan birini bizga to'g'rilamoqchi bo'ldi. Yani Banu Adem insonlar Allohning manhijini, Allohning yo'lini kufr, isyon bilan, kufr, osiylik bilan qanday qarshiladi, buni Alloh bizga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bizga dapirishda shu tarixdagi o'tgan risolat karvonlaridan, yani bo'lgan bir davrdan birini bizga dapamoqchi dedik-ku. Shu davrlarning ichidan qaysini tanladi desa, Bani Isroilning qissasini tanladi. Oldi bilan deb qo'yay, Isroil Yaqub alayhisolamni ko'rsatdi. Banu Isroil degan Yaqub alayhisolamning avlodidan bo'lgan kishilarni ko'rsatdi. Hammalar bilamiz, Yaqub alayhisolatu vasallamning o'g'li Yusuf alayhisolam Misrga borgan, Misrda yashagan. Bularning avlodlari keyincha Yaqub alayhisolam boshqa bolalarimi keyincha Misrga borgan. Misrda bularning avlodlari kengayib bir cho'ng bir to'plulik bir jamiyatga aylangan. Keyin Misr Fir'avninki bularga zulm silish bilan Musa alayhisolamning davrida bular yana o'z yurtiga qaytib kelgan. Mushu bir to'plik kishilarni deymiz, Banu Isroil deymiz. Bular Isroil demak Yaqub alayhisolamni ko'rsatdi. Yaqubninki bolalari, Yaqub jamiyati degan ma'noda mushu bir millat, yani mush bir to'plu, bir jamiyat, bir davrlarni beshidan kechirgan payg'ambarlarga qarata Allohninki bularga kelgan risolatiga qarata bir inkos va bularninki shu inkoslarini, bularning shu davronishlarini Alloh bizga qissa qilib bermoqchi bo'lyapti. Endi bularni tanlashning sababi chunki Bani Isroilning qissasi Qur'ondagi qissalarning mo'jiza taraflaridagi eng ko'p qissa, mo'jizasi eng ko'p qissa. Bani Isroilning payg'ambarlari bir millatga avatilgan eng ko'p payg'ambarlar. Tarixda Bani Isroilga avatilgandek bir millatga undan ko'p payg'ambar avatilgan ahvollar asosan yo'q. Ama buna deganlik Bani Isroil bir alohida odamlar, Alloh ajoyib bir birdga odamlar deganlik emas. Ammo bular millatlar ichidagi eng ko'p osiylik qildigan, jinoyatni ko'p o'tkazdigan, eng ko'p gunoh o'tkazdigan millat o'g'achqa, shunga millatlar ichidagi payg'ambar eng ko'p payg'ambar millat bo'lgan. Chunki qaysi bir millat eskilikka eshib kelsa, Alloh uningga payg'ambar avatadi. Endi bular, masalan, bularning ahvoli o'z vaqtiga ahvolga qarasak, ularning mijozi mandaq deydi. Bular bir mo'jizadan chiqsa, payg'ambarlar bir ularga nasihat qilib, so'zlab, bir mo'jizani oldiga qo'yib, buni mo'jiza, bunda qilmanglar, unda qilmanglar deb bir mo'jizani akilib, shunda mo'jizani oldiga qo'ysa, bular bu mo'jizadan shunda ha deb kirgandeklar bo'ladi-yu, yana xatolashdi bular, yo'ldan chiqadi. Andan keyin bularga yana bir mo'jiza keldi. Yana yo'ldan chiqadi. Demak, Allohning hukmi bularga mushuna bo'lgan. Bular mushta darajada bir yo'ldan chiqqan insonlar bular. Bularning
özü zulm qilganlik uchun Allohning hukmi bularga nisbatan zaminda tarilib ketish, bir yerga kelanmaslik. Ondan keyin yana bir yerga qana qilish, yig'ilish. Mushta bir ahvol bularga hukm qilib bekitib etilgan ahvollar. Shu Yahudilarninki, hozirgi Yahudilar shu Banu Isroillar. Bularning tarixiga qarasak, hatto hozir bugungi kunimizda o'tadi Yahudilarning 2000 yillik jafo mushaqqatlarida. Bularning tarixi shu putilgan. Bular bir mezgil vaqt beriladi, bir yerga keladi, o'zini sal o'ngshaydi, kuchaydi, haddidan oshadi, yana tarqaladi dunyoda. Yana bular sürgün doludu, ya qoğlunudu, ya talantaraj qılınudu, aşta olab dünyada aşta bir musibetlerge uçraydıgan millet. Çünkü bular öz vaqtida, bularning xarakteri, şu vaqtidagi olsun, hazırki olsun, qilgan etmişlere bularni muşununğa nima qilgan, mahkum qilib qo'ygan. Bunu öz vaqtidagi qilgan ishtirimi az emas. Bularni bunda bo'lishi bularga azob va mashaqqatlarning tetish uchun bular. Ya'ni bular ma'siyat o'zining jinoyati, kufrlik qarata bularga jazo yuzidan mushtav bo'lgan. Shuningga Banu Isroil qissasi Allohning kitobidagi xil zo'r hajmni egallagan. Bunun maqsadi Peygamber Aleyhisselam'ni qana qilish mustahkamlash. Bani Isroilga avatilgan payg'ambarlar shunchalar askidamlarga chidab kelgan, shunchalar askidamning aziyatlariga chidagan, bu odamlarning inkor qilishlari, kufrliklariga chidagan, endi sizmi chidang bu odamlarning qilgani Bani Isroilning qilganining oldida hech narsa emas degandek bir ifodalash uchun. Mesela Musa Aleyhissalatu vesselam desek, Allah Subhanahu ve Taala Musa Aleyhisselam'ni Banu Isroilga payg'ambar qilib avatgan. Payg'ambarlarning ichidagi irodalik payg'ambar deb ataladigan 5 payg'ambar va shu irodalik payg'ambarlarning qatoridan Alloh uni ulul azm deb atagan. Mush Bani Isroilga avatilgan mush payg'ambar shu alohida payg'ambarlarning qatoridan. Shuna payg'ambarlarga avatilgan. Shunga biz buningda bir tarbiya, masalan, birinchi qatimliq tarbiyani, ikkinchi qatimliq tarbiyani hammani uchun bu qissalarda. Çünkü bir mijazi buzulgan, xarakteri buzulgan bir milletni qadam-qadam tarbiyalash qissasi bu. Ama bu yerda biz mushbigan o'qimoqchi bo'lgan oyatimizdagi Alloh subhanahu va taolaninki ya bani Isroil deb qilgan xitobiga bir diqqat nazarimizni chekish to'g'ri keldi, qarash to'g'ri keldi. Alloh subhanahu va taolo bütün insoniyatga xitob qilmoqchi bo'lsa, ya bani Adam deb xitob qildi. Ya ayyuhan nas deb xitob qildi. Mesela ya bani Adam xuzu zinatakum inda kulli masjid deb insonlar xitob qilgan vaqtda ya bani Adam, ey Adam ballari, Adam o'g'illari deb xitob qildi. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shayton, shayton sizni azdolmasin degandek bütün insonlar xitob qilmoqchi bo'lsa bu xil shaklda xitob qildi. Endi Alloh subhanahu va taolo bizga ya bani Adam deb xitob qildi, Mavloga ya bani Isroil deb xitob qilyapti. Nima uchun? Nima uchun bizni ya bani Adam deb xitob qildi desa, Alloh subhanahu va taolo bizga yaratgan vaqtdan tortib, Adem Aleyhisselam'ni yaratgan vaqtdan tortib bergan ne'matlarini eslatmoqchi. Ey Adem ballari degani, Adem vaqtidan tortib eslab baqinglar degan gap. Amaliyotda biz necha ming yillar, necha million yillar bo'lib ketgan bo'lishi mumkin Adem Aleyhisselam'dan ta bugunga qadar bizning yashash vaqtlarimiz. Hey pukunlar, hey adamlar deb xitob qilsam normal bo'ladi, lekin ey Adem ballari degani Ademni bir eslab baqinglar, sizning yaratilgan vaqtingizni eslab baqinglar, sizning yaratilishingni eslab baqinglar, shu vaqtdan ta hozirga qadar erishgan ne'matlarni eslab baqinglar, bizning o'tmishimizni bir eslatmoqchi Alloh subhanahu va taolo. Chunki bu ne'matlar Adem va Ademning avlodiga xos. Allah subhanahu wa ta'ala Ademni öz qullar yaratdi, malaikalarni sajda qilishga buyurdi. Ademning hayotining davomiga kafolatlik qiladigan bütün kafolatlar bilan to'shaq bir zaminni hozirladi. Bu zaminda hozirlanganini faqat Ademga zarur bo'lgan muhim narsalar emas, hatto muhim emas, Ademni huzurlantiradigan kamaliyatlarmi bor bu yerda. Undan keyin Adem alayhisolamni shaytonning ozdirishlaridan iborat kelgusida uchraydigan azg'unliklarga qarata uni cheniq turdi, masalan, jannatda. Shaytonning dushman ekanligini tushundirdi, hatto xatolashib qolsa tavba qildiganga tavbasizlikni o'rgatdi, tavba qilish uchun. Nurg'un son-sanoqsiz ne'matlarning hammani berdi. Alloh subhanahu va taolo ashularning hammasini bizga eslatmoqchi. Nima uchun biz insonga qilingan buncha hurmatdan keyin bir xatolikni qilishdan xijil bo'lishimiz uchun tövbe. Allah bizni qilibdi. Yana biz xatolashibizmi deydigan bir holatga kelish uchun
Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge bergen nimetlerini esligen vaqtimizda bu nimetlerinin karşılıqida cinayet ötküzüşten hıcıl bulunuz. Allah subhanahu wa ta'ala bizge şundaq acayip bir malumat bilimlerini öğretdi ki muşu bilimlerde bizni malaikelerden üstün kıldı. Muşunun özülan bizge yeterlik yani. Muşu dünyada hayatımızda Allah'a şükür etip Allah'a ibadet kılıp ötüşümüz gerek. Muşu nimeti üstüdülan. Ama bir kelgen vaqtida, ayet kelgen vaqtida biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki ya bani İsrail deb hitap qilganga bir diqqat qilishimiz kerak. Muşunu nima uchun? Normalda ya bani Adam deb hitap qilatdi. Bugun muşu darsda ya bani İsrail deb hitap qildi. Nima uchun? İsrail degan kim? Bu haqda anchamiz to'xtalamiz endi. İsrail İbraniy tilida, İbraniy tilida İsrail degan ikki xil so'zdan tuzilgan so'z. İsr demek tanlangan, isil bende degan ma'noda. Vail degani Allah degan ma'noda, men Uyg'ur tilidagi Xudo degandekchi. Ana onu İsrail degani Allohning eng yaxshi suzuk bandisi degan bo'ladi. Bu yerdagi tanlanish, suzuklik, isillik kimga qaratilgan desa, Yaqub alayhisalomga qaratilgan, uning keyingi avlodlariga emas. Ya'ni Yaqub alayhisalomning ismi bu asli İsrail degani. Yani İsrail Yaqub alayhisalomning ismi, yani Yaqub alayhisalom Allohning tanlangan isil bir bandisi. Endi mushu Yaqub alayhisalomning tarixiga qarab baqsaq, nima bo'lib Yaqub alayhisalomga bu ism qo'yilgan? Yani İsrailga ism qo'yilgan desa, biz Yaqub alayhisalomning bu ismni elishida, bu ismni qo'yilishida Allah'ın nurgun imtihan sınaqlarına duç kelganligini ko'rib olamiz Yaqub alayhisalomning. Bu imtihan sınaqlarından güzel şekilde ötken Yaqub alayhisalom. Şunu bilan Allah'ın sap bendisi, isil bendisi, tanlangan bendisi oluşqa layiqli bo'lgan Yaqub alayhisalom. Endi Allah Musa alayhisalomning qavmiga xitob qilgan vaqtida ey bani İsrail deb xitob qilishi Allah'ın müşedeki maqsadi aşulaga Allah'ın nazarındaki İsrail'nin ornunu, yani Yaqub alayhisalomning derecesini eslatmoqchi. Oy, Yaqub alayhisalomning ballari nima qiliq bu degandek gapchi bu. Atanglar Yaqubdi. Yaqub degan Allohning eng isil bandasi edi. Sizlarga nima bo'ldi degandek bir xil uqumni ularga bildirib qo'yish uchun. Yaqub alayhisalom ushurgan balalarni, Yaqub alayhisalom o'zining hayotida sabr qilgan sabrlarni bularni eslatmoqchi Allah bularga. Yani xuddi boshqa oyatlarda tilg'anadi-ku, xitob qilib, Yaqub o'lim hozir bo'lgan vaqtida sizlarga vasiyat qilgan vasiyatlarni eslanlaydigan bir mazmun bu oyatda mushlarni eslatmoqchi Allah. Masalan, Sura Baqaraning 130-oyatida Yaqub alayhisalomning vafotiga yaqin qilgan vasiyatlarini tilg'ilib Allah am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mayadimo Allah subhanahu wa ta'ala Yaqub alayhisalomningki eng oxirgi sakratdagi vaqtidagi farzandlariga avlodiga qilgan vasiyatini dinni çın tutuş, bu yoldan adaşmaslık, bu yoldan çıkıp ketmeslik haqidagi vasiyatni tilga oldi. Ondan keyin ki yeni bir ayette şu surenin ki yeni bir ayetide ya baniya innallaha istafa lekumud-din fela tamutunna illa ve entum muslimun. Yani Allah bu dinni sizlarga tanladı, bu yol dinden çıkmay ölüp kettinglar. Ölgüçü bu dinden çıkmanglar degan bir vasiyatini Allah Taala Yaqub alayhisalomning namida Qur'onda tilga olgan. Yani bu yerda Bani İsrailga mesela Musa alayhisalomning qavmiga ey Musa'nın qavmi demey. Ey İsrailning balları deyishi, sizning atangni kimdi bilamsizlar? Atangni qaysi yo'lda mangan bilamsizlar? Emdilikda sizlar qaysi yo'lda mangayotsizlar? Kimning ballari etinglar sizlar deb şunu asl tushunishdan bularga ya bani İsrail deb qanaq vatidi xitob qilyapti. Yani bu yerdagi vasiyat Yaqub alayhisalom ballarga topilgan bu vasiyatda nurg'un ma'lumot, bilim, nurg'un vaznasiyat var. Allah bir yakka, uning shiriki yo'q. Haqiqiy din islom dini, shunama degandek ilm bor. Allah subhanahu wa ta'ala ularga dinni tanladi.
hayatının ahırı kadar ölgenge kadar aş dinini çın tutuşku intilana degendek vəznəsiyyət əsli şu. Muşların həmmisi Yaqub əleyhissalamның tili ilə çıxırılğan gəplər. Yaqub əleyhissalamның tili ilə oturuq yılğan vəznəsiyyətlər. Ular şunu əsletməkçi. Sizə Yaqubның avladları olsalar, İsrailning farzandlari olsalar, sizning otanglar mundaq adamdi. Sizlar nerede qaldinglar bugun kunda? Nima bo'ldi sizlarga endi degandek ularni asliga qaytirish. Yani mushu vasiyat Yaqub alayhissalom vasiyati Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtida degan vasiyat. O'lim soatlarida inson eng rasul bo'ladi, o'zi bilan rasul bo'ladi, farzandlariga rasul bo'ladi. Burun demagan gaplarini o'lim vaqtida deydi. Endi mushu Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda, sakratga tushgan vaqtda mashta nasihat qilgan degani bu ajoyib bir ifoda bu yana. Eng to'g'ri, eng sog'lom bo'lgan nasihat bu, eng sog'lom bo'lgan vasiyat bu. Andoğandan keyin sizlar shunga ergashmaysizlar, ota-onaning yo'liga ergashmaysizlar shu. Yani bu yerda xuddi Alloh subhanahu va taolo ey Isroilning bolalari degani. Ey Yaqubning bolalari degani. Dadangni aslanglar, ota-onangni aslanglar, Yaqubni aslanglar. Qanday mushaqqatlarga sabr qildi. Onun ölüm vaqtidagi vasiyatini qanday qildi? Buni aslanglar demakchi ularga. Shuni aslitish maqsadida shu ularni chaqaga vaqt, kitobga vaqtda ya pulanchi, ya pukunchi yoki shu vaqtda Misrda yashayotgan bo'lg'ach, ya misrliklar, ya Kanon yashagan bo'lg'achqa Kanonliklar deb mundaq kitob qilmasdan Isroilning bolalari deb nasihat qilishi, atanglar mundaq odamdi, atangning mundaq nasihatlari bo'tdi degan shaklda kitob qilyotdi. Yani Allah subhanahu va taolo balalarga ataları qilgan fazli marhamatini eslatib Buna qilishi balkim bu orqali bular vaznesat aqillishi mumkin yoki tamoman ma'siyat o'tkazishdan xijil bo'lishi mumkin. Masalan, odatda normal jamiyatlarimizda bir yaxshidan bo'lsa, bolalari sal haddidan eshib o'ziga o'zi qildigan bo'lsa, bularga deymiz ya, "Hey xijlulinglar, siz degan falon yaxshilarning bolalari yasizlar. Dadanglar munda yaxshidan endi bugungi kunda sizlar munda qilamizlar." Allah'ını gazap qiladigan ishlarni qilish loyiq emas sizlarga. Dadanglarga loyiq emas, bu dadangning yo'li emas bu deb dadasi bilan nasihat qilamiz odatda normalda. Aynı şekilde şu Bani İsrailga o'zining dadasi bilan, ya'ni Yaqub alayhissalom bilan qanday qildi Alloh xitob qildi. Ey Yaqubning bolalari, ey Isroilning bolalari deb xitob qilyapti. Ya'ni qayda desak, qarindoshlarimiz bu yerda elishmasin, Isroil Yaqub alayhissalom. Yaqub alayhissalom İshaq alayhissalomning o'g'li. İsrail aleyhisselam degani Yaqub aleyhisselam şu. Biz normalde Yaqub deb tanıymiz. Yaqub İshaq aleyhisselamның oğlu. İshaq aleyhisselam İbrahim aleyhisselamның oğlu. İbrahim aleyhisselamның iki farzand yüzü ko'rgan İbrahim aleyhisselam. İshaq bilan İsmail. Endi bizning payg'ambarimiz İsmail aleyhisselamның avlodidan chiqqan. Yani bu İbrahim aleyhisselamdan chiqqan ikki shoxcha. Birisi İshaq, birisi İsmail. İshaqning avlodi Yaqub, Yaqubning avlodi Bani İsrail bo'lsa, İsmail aleyhisselamning avlodi Muhammad aleyhisselam, Muhammad aleyhisselamdan keyingilar bizlar yana. Allah subhanahu va taolo bu yerda ey Bani İsrail, sizlarga bergan ne'matlarimni qana qilinglar, aslanglar deyapti. Yuqorqi İsrail haqidagi masala tugagan bo'lsa, mushu oyatdagi tunji mazmun to'g'risida azroq to'xtalamiz. Yana Allah subhanahu va taolo bu yerda normalde bizga xitob qilgan vaqtlarda, ya'ni musulmonlar xitob qilsa, Allohning ne'matini aslangan gapni qilmaydi. Ko'pincha vaqtda uzkurulloh deydi, Allohni aslanglar deydi bizga. Endi Bani İsrailga xitob qilmoqchi bo'lgan vaqtida Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar deydi. Chunki ikki millatning xarakteri o'xshamaydi. Bani İsrail moddiy kishilar, dunyoviy, dunyozimchi kishilar yana. Masalalarga dunyodagi erishkiniga qarab turib muomala qiladi. Moddiga qarab turib muomala qiladi bular. Bu nuqtadan bularning ideyasini tutib turib ne'matlarni aslanglar deb buni u tarafiga qaratadi. Ammo biz musulmonlar bizning yaxshi ko'radiganimiz dunyodan bekroq Alloh o'g'achqa davomli asatgan vaqtda bizni Allohga qanaqa qiladi yuzlantiradi. Ya'ni xuddi bu yerdagi Alloh subhanahu va taolaning maqsadi ularga demak sizlar moddiy cho'g'a ekansizlar, dunyo cho'g'a ekansizlar, Allohning sizlarga bergan moddiy ne'matlarini aslamamizlar. Ammo biz musulmonlar moddiy ummat emas biz. Dunyo ummat emas biz. Shunga boshqa bizga qildigan xitobda farq bor. Ana bu yerda insonning ne'mat tarafda turishi bilan ne'mat bergichi tarafda turishi o'tirdi farq bor.
Maddiçi kişiler nimetni yaxşı ko'radi. Maddiçi olmagan kişiler, yani maddivi narsaga intilmaydigan kişiler nimet bergüchini yaxshi ko'radi. Şu nimet bergüchini o'ziga hamroh qilib, shuni birga yashaydi. Shunga musulmonlar qilinadigan xitob davomli Allohni eslamoq. Chunki biz nimet bergüchi bilan birga. Ammo Bani İsrail qilgan xitobi uzku ni'matalloh. Allohning ne'matini eslanglar. Bu ikkisi ikki xil xarakterining ifodasi. Hadis-i qudusida keladi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi hadis-i qudusida. Men qo'rqilishga eng loyiqman dedi. Qo'rqsanglar mendan qo'rqinglar. Men bilan birga yana bir iloh qilinmasin. Qanday odam men bilan yana bir ilohni qilishni, yana menga shirik keltirishdan saqlansa, men uni mag'firat qilishga eng loyiq bo'laman. Ya'ni mag'firat qilaman vaqti demak. Allah subhanahu va taolo ibodat qilish vojib bo'lgan zot. Ibodatni shunday qilishimiz kerak. Agar jannat dozoqni yaratmagan taqdirda, bugungi kunda bizlar Allohning jannatini umid qilib, dozoqdan qo'rqib ibodat qilamiz deb turyapmiz masalan. Allah gerçi bizga ne'mat yusidan jannat dozoqni yaratib berdi. Agar jannat dozoqni yaratmagan taqdirdimi, bizning ilohimiz bo'lgan nuqtadan, bizni yaratgan nuqtadan, dunyoga kelgan nuqtadan, ne'mat berayotgan nuqtadan ibodat qilishimiz kerak. Bu Allohga nisbatan bizning tutgan pozitsiya. Shuningdek mu'minlar Alloh subhanahu va taoladan davomli sinoq uchraydigan odamlar. Nimishqa? Chunki sinoqning ichida bir ne'mat bor. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalari bilan malaikalarga faxr qildi. Deydi-ki, ular menga meni deb ibodat qiladi deydi Alloh. Malaikalar deydi-ki, yo'q. Sana sening bergan ne'matlaringda ibodat qiladi. Alloh subhanahu va taolo men ne'matlarni bandalarimdan olaman. Ular davomli meni yaxshi ko'radi. Bandalarimning ichidan ularning duosini yaxshi ko'radiganlarim bor. Men ularni imtihon qilaman, bu orqali ular ya Rob deydi. Men bundan suyunaman demakchi. Ularning ovozlarini Alloh yaxshi ko'radi. Demak, bu yerdagi bir sinoq uchurug'imiz, mayli sog'lomlik, tan salomati yoki dunyodagi ma'lum bir ne'mat bu ishlarda sinoq uchurug'imiz Alloh bizning haqiqiy samimiyatimizni o'tirg'ich qilish. Ne'mat berilgan vaqtda hammadan hi deymiz, dunyoda shunday bir odamdan yaxshilik kelib qolsa kulib yashaymiz endi. Qachon uning yaxshiligi tugagan vaqt, ya'ni undan kulib yashay olsak, uningga ixlosimiz shu bo'yicha bo'lalsa, andan keyin bizning sevgimiz haqiqiy sevgi bo'ladi. Allah dal mush tarafimizni qanday qilmoqchi, o'tirg'a chiqarmoqchi. Mush tarafimizni o'tirg'a chiqarmoqchi. Shu boshqa bir bandani Alloh subhanahu va taolo tan salomatida imtihon qilib sinsa, uningdan sog'lomlik ne'matini ilib olsa, jahil buningga rozimanliksiz, rozi bo'lmagan shaklda qaraydiganligini ko'rasiz jahilninki. Ammo bir ishlarga cho'nqur qaraydigan odam Allah subhanahu wa ta'alaning hadis qudusidagi munu so'ziga qaraydi. Allah qiyomat kuni deydi: "Ey odam bolasi, og'rib qolsam sen meni yo'qlamading. Ya Rob, men seni qanday yo'qlayman? Sen degan olamlarni Robb tutsang, bilmadingmi bandam faloni og'rib qoldi, sen uni yo'qlamading. Bilmadingmi, sen agar shuni yo'qlagan bo'lsang, meni shundan qish topatding." Bu hadisga qaraydi og'rib qolsa. Ya'ni og'rib qolgan odam Allah'ın bir sınıfı ucuz kelgan bo'ladi. Allah onunla billa. Bunda tushunadi. Mu'min haqiqiy bir masalalarga cho'nqur qaraydigan odam og'rib qolgan vaqtda Allah men bilan billa deb tushunadi. Chunki hadis qudusida men og'rib qolgan bandamning qishda dedi Allah. Yani mu'min o'zidagi sog'lomlik ne'matini yo'qotib, og'rib qolgan vaqtida umid uzmaydi. Chunki Allah subhanahu va taolo o bendenin in'am bergici bilan yaşını istedi ağrış orqali. Ağrıb qolgan adam bilan billa Allah onu ağrıtdı degan gap, onun Allah bilan billa yaşını Allah xolid degan gap. Yani o kisel muddetice Allah bilan billa bo'lgan bo'ladi. Shuningdek Allah subhanahu va taolo bu yerda deydi: "Ya bani İsrail azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum." Davatudo buna deganlikning ma'nosi nima deganlik desa, gerçi sizlar bo'pti, mening o'zimga iymon etmasanglarmi masalan. Ammo sizlarga bergan ne'matim bilan gunoh qilishni xijillanglar degan bo'ladi. Musulmonlar bilan Bani Isroilning farqi bu. Allah ularga yarasha shaklda xitob qilyapti. Ya'ni bu yerda ne'matning kelishi
Çünkü Bani İsrail Allah'a nimeti yüzsüzden ibadet kılıptı. Bani İsrail'in mecazı budur. Uzkuru ni'meti degene biyadaki zikri. Uzkuru degen söz eslenla degen buludu. Yani unutup karıştığını saklanışını görürsüdü. Hayatның ritmi bizni köpünçe nimetke sebep bolgan, yani nimetning egisi olgan Allah'ni unutup kaladigan qilib. Köpünçe hayatning tizligi shuncha erishib atgan ne'matlarimizning kimning berganligini unutup qoldirdi bizni köpünçe. Kunda her kunisi quyosh chiqadi, ammo aramizning qanchalik odam Allah'ning iznisiz chiqmaydiganligini eslab Allohga shukr aytdi masalan. Davomli yomg'ir tushib turibdi pat-pat. Aramızdan kim yağmurunun Allah'ın çöküzdüğanlıqını yağmurunu bunu eslep Allah'a şükür ediyordu. Şükür bazı tillen buldu, bazı kalp bilen buldu. Allah subhanahu wa ta'ala bizden yögünüdüğün bir gayb. Allah'ın büyüklüğü şu yögelgenliki de. Lakin Allah'ın katı sanaksız nimetleri bizni Allah'a devamlı başlap durdu. Doğanda biz esleş arqılıq Allah'ını. Tilimizde esleş arqılıq, dilimizde esleş arqılıq. Allah devamlı bizden kalbimizde olğan buludu. Allah'ın nimeti bilen Allah'ın zikri şükri devam buludu. Maksat bu yani. Allah'ını devamlı kana kılış, eslet duruş, estin çıkamazlık, zihninden çıkamazlık. Allah subhanahu wa ta'ala Bani İsrail'den ulağı bergen nimetlerini esleşini talep kıldı. Noğanlıkın bulanın üstündeki mesuliyet Allah'a itaat kılıp nimetini esleşti. Allah subhanahu wa ta'ala'nı esleş. Seni acayip bir müstehkem bir orunda kılıdı ki sana o vakti hiç kandak bir yamanlık yetmedi. Allah'ını esleş acayip bir iş. Hem Allah'a düşkünün nimetle esleş. Onun nimetle esleşi buldu. Allah'ın onun talep kılını buldu. Yani Allah nimet bəgücü boğan Allah'ını esleş bizge her şeydeki hayat ritmini birdi. Allah'ını esleş kalpte huşu peyda kılıdı. Masiyetini azlıdı. Kişilerine menfaat birdi bu. Hayat hareketini mukumlaştırıp normallaştırdı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki uzkuru ni'meti degan sözün manisi bu yerda. Men sizlarga bergan ni'matlarimni qanaqalarni eslanglar. Yani mingu eslaysiz an ni'matlarimni eslang degan bo'ladi unda bo'lgan vaqtda. Ana shu oyatning oxiridagi oyatning boshida Bani Isroilga xitob qilib ya Bani Isroil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum deb bo'lib oxirisida va awfu bi ahdi ufu bi ahdikum deb emasmi? Yani sizlar menga bergan va'daga amal qilinglar. Men sizlarga bergan va'damga vafo qilay. Yani bu yerdagi ahdi oyatdagi ahdi degandagi ahdi bu ahdi misaqni ko'rsatdi. Yani kelishim, va'dani ko'rsatdi. Boshqa oyatlardan bog'i وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Adem Aleyhisselam'dan va'da aldık ama o unutup kaldı deb bir oyat tilgaldık ku. Demek bu yerdagi ahdi degan banda bilan Robbining o'tirishdagi mustahkam tuzilgan bir ish. Ana olsa Allah subhanahu wa ta'ala Bani İsrail'den vafo qilsa Allah'mı ularga vafo qilaman degan ahdi qaysi ahdi o, qaysi va'da o desa biz deymizki ya bu fitrat va'dasi. Fitrat va'dasi degani insonning inson bo'lishidan Allohga bergan bir va'dasi bor. Biz darsimizning boshida deb ketdik. Nima uchun dunyoda nurg'un jonliqlar va insonga berilgan aql, idrokat ularga berilmaydi. Chunki inson zaminning omonatini ustiga olgan. Zaminning vazifasini ustiga olgan. Shuningga har buyuk narsalarni inson uchun xizmat qiladi. Har katta narsalar inson uchun bo'ysunadi. Inson zaminning mayli dengiz ostidagi yoki osmon taraflaridagi nurg'un taraflar insonga ochiladi. Bu nuqta inson bilan Allohning o'rtasidagi zamindagi vazifasini ado qilish kelishim bo'ladi. Insonning mushu hozirgi saviya, hozirgi aql idrokatga erishishning o'zi zamindagi nimani olganligi, omonatni ustiga olganligi. Bu tabiiy omonat, tabiiy ahd deymiz ma'ni. Tabiiy ahd biz yuqori degandek Allohga iymon aytib, Allohning ne'matlariga shukr etishimiz. Ya'ni inson hech kim yo'q o'rniga tushsa masalan bir yerga safar qilib bir yo'lga tushdi bir yerga uxlab qoldi u o'rnidan tursa liq nozu ne'mat basilgan 100 mashinani ko'rsa o'zining sonini u mashinani kim akab qo'ydi bu yerga. Azroq o'ylansalam buning chuqum akab qo'yg'uvchisi bir şeyda qo'yib qo'yg'uvchisi borligini bilalaydi xusus. Demak hamda yaratish masalasi dunyodagi insonlar yaratilyapti, hayvonlar yaratilyapti. Bu masala inson qudratining ustundagi ishlar. Hozirga qadar hech kim buni da'vo qilib boqmadi. Allah subhanahu wa ta'ala bir payg'ambarni avatib, Allah yaratgan, paydo qilgan zot desa,
Başqa men yaratdım deydigan da'vochi bo'lmagan ekan, buningga qarshi turadigan odam bo'lmagan ekan. Demak, ma ne'mat insonning qudratining ustida, bu nuqtada unda bo'lmagan ekan, bu masala kesin Allohga oid mas'uliyat yaratish masalasi. Demak, Allohni aslash, mushuning o'ziga qarablam Allohni aslash, Allohga shukr aytish, sog'lom tabiat bilan vojib bo'lgan masala. Yana bu uni murakkablashtirish, falsafiylashtirish ehtiyoj yo'q buningki. Allohning va'dasiga vafo qilish demak, Allohga ibodat qilish, Allohga shukr aytish. Mana bu iymonning tabiati. Ya'ni bizga bir ne'matlarni berdi ya. Ustiga Allah subhanahu va taolaning mundaq oyatlari va Qur'oni Karimni aqtasak, "Awfu bi ahdikum" mush biz o'qiyotgan shu oyat. "Fazkuruni azkurukum" bu Sura Baqaraning 152-oyati. Meni aslanglar, masalan, asli. "In tansurulloha yansurkum" siz ustonga tushganini qilinglar, men sizga yordam beraman degan shakldagi oyat. Demak, bu yerda bir kelishim bor deklar. Bu tabiiy bizning yaratilishimizda bizga berilgan bir ahda kelishim bu. Endi Allah subhanahu va taolo musha oyat karimida bizning diqqatimizni burmoqchi bo'lgan, bizni diqqat qildirmoqchi bo'lgan masala nima desa, Allah subhanahu va taolo bizning qo'limizga jannatning ochqichini qo'yib qo'yganligimizni bilishimizni istaydi. Bizga shuni bildirmoqchi. Jannat bizning qo'limizda, ya'ni har birimizning qo'lida ya jannatga ya do'zaxga opiradigan bir ochqich bor. Shunlashqa, shu ochqich berilgan vaqtdagi to'xtam, ahdiga vafo qilsang, Alloh vafo qiladi. Allohni aslasang, Alloh seni aslaydi. Allohga yordam bersang, Alloh senga yordam beradi. Hadis-i qudusida Alloh subhanahu va taolo da'vatida, "Menga bandam bir g'ayrat yiqilsa, men uningga bir gaz yiqilishim. Menga bir gaz yiqilsa, men uningdan cho'ngroq bir g'o'lat yiqilishim. Menga yugurib kelsa, menib kelsa, men yugurib boraman" deydi. Bu Allohningki biz bilan qilgan to'xtami, ahdi, misoqininki xarakteri bu. Demak, yuqoridagidek Alloh subhanahu va taolo bizni shuningga eskartmoqchiki, ochqich bizning qo'limizda. İtaat bilan boshlasak ishni, Allohning ne'matlari cheksiz. Allohga yiqilsak, Alloh bizga yiqilishidi. Ammo Allohdan yiroqlasak, Allah bizni chaqirdi. Allah bizning chaqirganligining o'zi iymon tabiatida bizdagi. Yiroqlasak chaqirdi, yiqillasak yiqilishidi. Bu bizga bo'lgan bir rahmat amaliyotda. Mana bu Bani Isroilga Allah xitob qilgan "Awfu bi ahdi, ufu bi ahdikum" diki ahdidan maqsad bu. Inson bilan Allohning o'tirdi qilgan ahdi bu. Yoki unda demasak, bu ahdi, bu xil ahdi yaratilma tabiiy insondagi iymonning tabiiy bo'lgan yaratishning tabiatidagi ahdi deyilmagan taqdirda yana bir ahdi bo'ladi. Ya'ni Alloh payg'ambarlardan olgan bir va'da bor. Qavmlarga kelgusida rostchil, ularning qishidagi Tavrat, Injilni tasdiqlaydigan bir payg'ambar kelsa, uningga ishinib, uning yordam berishi kerak ekanligini yetkazishga payg'ambarlardan olgan bir va'da bor. Bu mu yoki? Bu xil ikkinchi xil maqsadmi bu yerdagi? Allah subhanahu va taolo ilgirgi payg'ambarlarning hammasidan islomning rasuli bo'lgan sayyidimiz Muhammad alayhissalatu vasallamga ergashish va'dasini olgan. Bu xil va'dami? Ya'ni Bani Isroildan Alloh va'daga amal qiling degan va'da bu xil va'dami yoki? Yoki unda demagan taqdirda Alloh Musa alayhissalomning vasitasi bilan Banu Isroilninki Tavratni o'gitib, yezib, saqlagan o'limalardan olgan bir va'dami? Ya'ni Tavratdan hech narsani ushlamaslik va'dasi. Bu va'da bo'lishi mumkin. Sura Ali Imronning 187-oyatida bu ahvol aytilgandi. "Va iz akhadallohu mithaqallazina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas va la taktumunahu." Bani Isroildan Alloh subhanahu ahli kitoblardan Alloh subhanahu va taolo bu kitoblarni kishilarga bayon qilish, ushlamaslik haqida va'da oldi dedi. Bu xil va'da bo'lishi mumkin. Bu xil va'dami yoki? Ma uchinchi xil va'dadan maqsad Tavratdagi islom haqida kelgan mazmunlarni ushlamaslik, Tavratda kelgan Rasulullohning sifatlarini ushlamaslik. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamning sifatlarini Tavrat, Injillarda bergan. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. İlgiri ehli kitap başka kafirliğe nispeten, dinsiz müşriklerge nispeten tehdit salıptı. Bir peygamber keledi pat arada şu peygamber kep qas, şu peygamber bilen birleşip bize haqqasını andaq kıvvetimiz, mundaq kıvvetimiz dep tehdit salatdı. Araplar qo'rqatdi bundan, mush peygamber kep aytayga mush yahudilar bizni bir taraf qo'ytami deb. Naq kelgan vaqtida ular inkar qilib kafir oldu. Tandı onu inkar qildi. Mush ahdi mu yoki mushu Tavrat olgan payg'ambarlarning sifatlari, tilini boshqalarga bayon qilish ahdisi mu hamda bu yerdagi Bani Isroildan Alloh talab qilgan ahdi. Yani Qur'oni Karim Tavratdagi mazmunlarni tasdiqlab keldi. Bani Isroilning o'zi Qur'onda tushayotgan mazmunlarning rostligini bildi, lekin inkar qildi. Chunki Rasululloh ularning millatidan emas. Rasululloh arablardan. Ular Yahudi ham davlar. Ahli kitoblar Tavrat, Injildan shuni aniq biladiki, Rasulullahning vazifasininki, Rasulullahning payg'ambarligininki oxirgi payg'ambarlik ekanligini biladi. Ondan keyin cho'nga har qanday payg'ambarning qavmining buningga iymon etishi kerak ekanligini ham biladi. Oxirgi payg'ambarlik bo'lgandan keyin, boshqa payg'ambarlik kelmagandan keyin butun ummat shunga ergashish kerak ekanligini biladi. Mana bu dal butun ummatlarga Payg'ambar alayhisolamning risolatiga iymon etish, agar hayotida topolsa Rasululloh bilan uchrasha olsa, yordam berishni taqozo qilgan ahdi mushu muamdi. Ma va'dimu. 3 xil va'dani tilga oldik-ku, mushu va'dimu deydi. Agar hayotida topolmasa, mas'uliyat ballari, narvalarining ustiga, avlodlarining ustiga Rasulullohga yordam berish, uni iymon etish, qachon hayotida topolsa, bu ahdimu yani. Bedeki ey Bani Isroil, va'damga vafo qilinglar, men sizlarga bergan va'daga vafo qilay. Degandagi va'da bu xil va'damu yani. Endi bu yerdagi va'da, Bani Isroil amal qilsa, Alloh amal qilgan va'da, balki iymon tabiiy va'da bo'lishi mumkin. İnsanlık nuqtasidan yaratilib, dunyoning vazifasini ustiga elib, Allohga iymon etib, Allohning ne'matiga shukr qilish va'dasi bo'lishi mumkin. Yoki kim biz tilga olgan ahli kitap Peygamber aleyhisselam kelsa bununla iman etiş va'dasi bo'lishi mumkin. Mayli bu ahd va'da tabiiy iman, tabiat imoni va'dasi olsun yoki Rasulullohga iman etish va'dasi olsun, ikkalisi bu mazmunning tahtiga daxil kirdi. Qanday va'da olsun, va'daga vafo qilsa, Alloh ulug' vafo qiladi, ulug'i biratdi. Alloh subhanahu va taoloning ufi bi ahdikum degan so'zi men sizlarga bergan va'daga vafo qilaman degani oxiratda jannat ne'matidan iborat sizlarga bergan bir va'dam bor. Shuni vafo qilaman degani. Alloh subhanahu va taolo islom tushgandan keyin o'zining rahmatiga shu Muhammad alayhisolamga iymon etgan mu'minlarni xos qildi. Bu dinga iymon etmagan har qanday odamning Allohning qishida va'dasi bo'lmaydi. Chunki eng oxirgi din bu, buningdan ilgari har ummat o'zining diniga ching agasi bo'laverdi. Ammo Rasululloh keldimi, Qur'on tushdimi, bo'ldi, ularning hammasi amaldan qoldi. Hammadan bu dinga iymon etishi kerak. Shu vaqtda Allohning atisiga kiralaydi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisolamni titrik besib, Musa alayhisolam bilan Musa alayhisolamning qavmini. Musa alayhisolam Alloh subhanahu va taolodan rahmatliga vaqtni tasvirlab, sura A'rofning 157-oyatida واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون degan oyatning o'zida nima deydi desanglar? Musa alayhisolamning qavmining ahvolini tilga kelib berib, men faqat deydi Alloh subhanahu va taolo, rahmatimni kimga yozaman? Rahmatimni kimga beraman? Dünya ahiretki hasenatni kimga yozaman desa, Allohdan qo'rqqan, zakat bergan, bizning oyatlarimizga iymon etgan bo'lib, ya'ni ummiy bo'lgan payg'ambarga ishonganlar deydi.
Demek mesele nima desa, Peygamber aleyhisselam dunyoga keldi. Resulullah kelishdan ilgiriki samaviy dinlarning hammasining kuchi amaldan qoldi. Bu dinning mansublarining hammasi modinga, yangi dinga, Peygamber aleyhisselam olib kelgan, Qur'on olib kelgan bu dinga imo etishi kerak. Allah'ın rahmeti şundla uğraşmalıdır. Onda olmaganda Allah'ın rahmeti bulardan üzülüdür. Allah subhanahu wa ta'ala biz bugün okugan ayette Bani İsrailni nimaga eskertdi desa, ulardan algan va'dini ular eskertiyotidu. Ve bular shuni eskertiyotdi, agahlantiryotidiki, o'zining rahmeti qachoniki Rasulullahning risolati kelgan vaqtda Rasulullohga iymon etganlarga bo'ladi ekanligini eskertiyotdi. Buni agahlantiryotdi. Bunga gap tugidi endi. Sizlarning nijotliqinglar ma payg'ambarga agishda da'votidir. Ayatning oxirisida va iyya farhabun deb bir oyat bor. Ya'ni mendillah qo'rqinglar degani, mendan boshqa koinotda hech qanday kuch-qudrat yo'q, faqat Allohning qudrati bor. Shunlashqa Allah mendan qo'rqinglar, ya'ni Allohdan qo'rqinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, sizlar bu kunda Allohga uchrashsizlar, Alloh sizlarni hisob oladi. Alloh subhanahu va taolo qahhor, jabbordir. Iymon etmaganlarga qarata Allohning azobidan qutulish yo'q deb Alloh ularga tahdid sanoyotdi. Şuna olan bugünkü dersimiz ahırlaştı. İnşallah dersinin devamını 2 saatlik dersimiz devamlaştırırız. Ve ahru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.